Endi buni yana ham kengaytirmoqchimiz qaysi ma'noda? Faqat o'sha psixologiya yoki psixologik muammolarni hal qilishda emas, umuman o'sha odamni bolani tarbiyasida, odamni o'zini ustida ishlashida, faqat muammoda emas, o'sha tarbiya masalasida, o'zini shakllantirish masalasida, tarbiya qilish masalasida, rivojlantirish masalasida, yo'naltirish masalasida o'shalar ishlatish kerak bo'ladigan o'sha ma'lumotlar bular kerak deb mana endi o'shalarni aytyapmiz. Va ikkinchisi bu o'sha psixologik sog'lomlik deganimiz, bu meditsina yo'nalishiga hech qanaqa nima deydi davoyimiz yo'q. Ya'ni o'sha baribir ham odam, ya'ni o'sha aytganimizdek psixika bu bizga bu olamni chizib beradigan narsa. Lekin u qachon bizga uni chiroyli qilib chizib beradi? Qachonki o'zimizni ichimiz chiroyli bo'lsa. Qachon u bizga bu olamni qop-qorong'i qilib chizib beradi? Qachonki ichimiz endi o'sha qora rangga bo'yalgan bo'lsa, yoki qachon bizga shu har bitta ko'radigan narsamizni g'ashligini ko'rishga imkoniyat beradi deymizmi, ko'rsatadimi? O'sha ichimizda g'ashlik bo'lsa. Rostdan shunaqa. Mana hozir gaplashganda ming rahmat, ko'zingiz bir 3 marta o'zgardi, gaplarimni tushunganingizni sezdim. Chunki rostdan mana ko'plar voy ichim g'ash bo'ldi desa, bu yaxshi emas, yomon emas, nimagadir ichini g'ash qiladigan narsa bor ekan deb keyin odamning ichi sekin-sekin qaraladi. Shuning uchun men ming rahmat deyman. Haligi mana bilim degan aytdim-ku, bilim bor, ilm bor, ularni farqida o'sha ilm olamida shuning uchun aytishadiki, o'sha bizani ozgina qiynab qo'ygan vaziyatlarga yoki bizani qiyin holatga qo'ygan odamlarga rahmat deymiz. Chunki ular bizani ichimizdagi o'sha qanaqadir o'sha qolib ketgan g'ashliknimi, o'zimiz bilmagan nimanidir bizga bundoq qilib tiyib ketib ko'rsatib berishadi degan joyi bor. Shuning uchun ming rahmat deb aytilgan.